Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda kombinatorik masalalarni aslida qaysi bir formulaga tushishini osonroq algoritm bilan ko'rib chiqamiz. Deylik, bitta misol beriladigan bo'lsa, uni har xil holatlar sonini so'raganidan kombinatorika haqida gap ketayotganligini bilib olsak bo'ladi. Va bo'layotgan holatda nima bo'lyapti aynan? Tanlov bo'lyaptimi yoki elementlar o'rnini almashtiryapmizmi? 8 ta kitobdan 2 ta tanlab olyapmizmi yoki 8 ta kitobni o'rnini almashtiryapmizmi? Agar kitob javonida 10 ta kitob bo'lib, ularni o'rnini almashtirib qancha holatda qo'yishimiz kerak deydigan bo'lsa, demak biz elementlarni o'rnini almashtirayotgan bo'lamiz. Va avtomatik bu permutationga olib boradi, ya'ni o'rin almashtirishga. Agar biz 8 ta kitobdan yo bo'lmasa 10 ta kitobdan ikkitasini o'rtog'imizga sovg'a qilish uchun oladigan bo'lsak, demak bu tanlov bo'lib yoki arrangement yoki combinationga keladi. Endi undan keyingi beriladigan savol, elementlarning tartibi muhimmi? Ya'ni tanlab olayotgan kitobimiz yo bo'lmasa tanlab olinayotgan istalgan bir elementimizni tartibi muhimmi? Biz masalan, agar ha bo'ladigan bo'lsa, A, B elementimiz B, A elementimizga teng bo'lmaydi. Ya'ni ikkalasi ikki xil qilib hisoblanadi. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, A, B elementimiz teng bo'ladi B, A elementiga. Ya'ni o'rnini almashtirganimiz ham bir-biriga teng bo'lgan hisoblanadi, teng bo'ladi. Masalan, bunda agar majlisdagi 10 ta odamdan bitta direktor va bitta uni o'rnini yordamchisini tanlab oladigan bo'lsak, direktor va yordamchisi teng bo'lmaydi yordamchisi va direktorga. Ya'ni agar ikkita shaxsni o'rnini almashtiradigan bo'lsak, ya'ni vazifalarni almashtiradigan bo'lsak, ikki xil vaziyatni beradi bizga arrangement. Agar ikki shaxsni yo bo'lmasa ikkita elementni o'rnini almashtirganimizda ham bir xil vaziyatni bersa, masalan, biz majlisga kompaniyadagi 50 ta odamdan 3 tasini tanlab oladigan bo'lsak, yo bo'lmasa ikkitasini tanlab oladigan bo'lsak, farqi yo'q. Bu istasin ikkita inson bo'lishi mumkin. O'rni almashganda ham biz faqat majlisga ikkita ishchi berishimiz kerak, ishchining raqamini berishimiz kerak. Unda ham guruh bir xilligicha qolib, ikkala vaziyat ham bir xil deb qaraladi. Bunda o'rni almashgani uchun, ya'ni vazifalari, darajasi almashgani uchun bittasi direktor, bittasi yordamchisi, bittasi ya'ni boshqa bir odam direktor bo'lib, boshqasi yordamchisi bo'lgani bilan ikki xil bo'lganligi uchun arrangement bo'ladi. Bir xil deb qaraladigan bo'lsa, combination bo'ladi. Endi permutationga qaytadigan bo'lsak, keyingi beradigan savolimiz, bir xil elementlar bormi? 10 ta kitobdan aynan bir xil kitoblar bormi? Yo bo'lmasa, qanaqadir 8 ta likopchadan bir xil likopcha bormi? Bir xil bo'lgan elementlar bormi? Agar elementlarni hammasi har xil bo'ladigan bo'lsa, bunda Pn teng n faktorial formulasidan qo'yib, mana shu formula orqali topar ekanmiz. Agar elementlar bir xil elementlar mavjud bo'lsa, unda mana bu formulaga qo'yamiz. Bunda n umumiy elementlar soni, alfa, beta, gamma va boshqalari elementlarning takrorlanganligi. Masalan, ikkita element bir xil bo'ladigan bo'lsa va qolgan 6 ta element, 8 ta elementdan, jami 8 ta elementdan ikkitasi bir xil, qolgan 6 tasi har xil bo'ladigan bo'lsa, alfa 2 ga teng bo'ladi, beta 1 ga teng bo'ladi, chunki qolgan 6 tasi bir xil. Alfani 2, betani 1, gammani 1, qolgan yana bitta shunaqa 6 ta harf olib, 1 faktorial qilib ko'paytirib chiqamiz. Yoki shunchaki tashlab ketamiz. Chunki 1 faktorial o'zi bilamiz, hech qanday ta'sir qilmaydi birga ko'paytirganimiz. Endi arrangementda ham, combinationda ham bitta savol beramiz. Bitta elementni takror tanlay olamizmi? Ya'ni arrangementda
oldingi masalada bitta insonni yo bo'lmasa bitta shaxsni ikkita lavozimga saylay olamizmi? Combinationda ham shunaqa. Bitta elementni takror tanlay olamizmi? Bitta shirinlikdan masalan bir xil shirinlikdan 2 marta, 3 marta ola olamizmi? Mana shu savol. Agar olishimiz mumkin bo'lsa, ha bo'ladi va bu arrangementni takroriy formulasiga tushadi. A n m ustiga chizilgani takroriyligini bildiradi ko'pincha, n darajasida m. Agar elementlarimizni takrorlash imkoniyatimiz yo'q bo'lsa yoki takrorlamasligimiz kerak bo'lsa, a n m n faktorial taqsim n minus m faktorial formulasiga qo'yamiz. Combinationda ham shunaqa. Agar elementlarni takrorlay olsak, combinationni takroriy formulasiga, takrorlay olmasak, combinationni takrorsiz bo'lgan mana bu formulasiga qo'yamiz. Deylik. Bizga ikki xil misol berilgan bo'lsin va har biri qaysi bir formulaga tushishini ko'rishimiz kerak, topishimiz kerak. Birinchisi, 10 ta hududdan birida neft bor. Lekin mablag' faqatgina 4 tasiga quvur bilan topishga yetadi. Quvur tashlanadigan yerlarni necha xil usulda tanlasak bo'ladi? Demak, 10 ta hududimiz bor ekan, lekin faqat biza 4 tasigagina quvur tashlashimiz mumkin ekan. Aynan shu 4 tasini qanday tanlab olsak bo'lar ekan? Endi qaramiz. Biz birinchi tanlov qilyapmizmi yoki elementlar o'rnini almashtiryapmizmi? Biz 10 ta hududni o'rnini almashtirmayapmiz, shunchaki undan 4 tasini tanlayapmiz. Demak, tanlov. Endi ikkinchisi, elementlarning tartibi muhimmi? Ya'ni biz tashlayotgan quvurlarni tartibi muhimmi? Bizga quvurlarni har xilligi yo bo'lmasa farq qilib turish haqida gap ketmagan, ya'ni ma'lumot berilmagan. Bu degani hamma quvur bir xil. Ya'ni tartib muhim emas. Tartibi muhim emas. Combination bo'ldi. Endi yana beriladigan savolimiz, bitta elementni takror tanlay olamizmi? Ya'ni bitta quvurdan 2 marta foydalana olamizmi? Foydalana olmaymiz. Chunki bitta hududga faqat bitta quvur tashlanadi. Demak, elementdan takror foydalana olmaymiz. Yo'q. Va mana bu formula bilan SNM, ya'ni combination'ni takrorsiz bo'lgan formulasi bilan topiladi. Endi ikkinchisi. Aytadigan bo'lsak, 50 kishilik majlis 5 ta vazifaga 5 kishini tayinlamoqchi. Buni necha xil usulda amalga oshirishimiz mumkin? Algoritmimizga qaytadigan bo'lsak, nima bo'lyapti? 50 kishi 5 kishini tanlab olmoqchi. Demak, o'z-o'zidan tanlov. Endi elementlarning tartibi muhimmi? 5 ta vazifaga 5 kishini tanlayotganligi uchun, ya'ni kim direktor bo'ladi, kim qaysidir bir yo'nalishga rahbar bo'ladi, farq qilganligi uchun, demak, elementlarning tartibi muhim hisoblanadi. Elementlar tartibi muhim. Endi bitta elementni takror tanlay olamizmi? Ya'ni bitta insonni bir nechta kasbga, bir nechta lavozimga tayinlay olamizmi? Bu yerda 5 ta vazifaga 5 ta insonni tayinlashimiz kerak bo'lyapti. Ya'ni takror bitta insonni tayinlay olmaymiz. Demak, yo'q. Demak, bu arrangementni takrorsiz variantiga tushar ekan. A n m n faktorial taqsim n minus m faktorial.